Hürmetli vatandaş. Bugünkü leksiyalarımıza başlayımız. Andak bakar çok mu? Leksiyada sıdağa jürüz Washington'dan sözleyimiz. Bugün çislağa 2024 yıl 1. ayının 21. gün yaptığı yakşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin esas sizge. Biz bu şu sözler vaktimiz vatandaşlar hem sözlüğe vakti dikkat kıldığınız ne desiniz? Çünkü gep bilen bugünkü gep asas cihetten 80% okşaydı. İmaret ticareti, banka münasebetleri, yerli hükümetlerinin karzı, andın şunun münasebet hiyalda çoğunan haydaki özgürüş, bu dige. Lakin bir noktada dikkat kılan vatandaşım. Her gün özgür vatkan vaziyetinin ifadesi her gün özgür vatkan cümlelerdeki. Mesela tasviri cümlelerdeki gepten özgür dikkat kılan vatandaş. Vaziyetinin özgürüşünü hani şunun da toluk mühendis düşünüp alayımız vatandaşım. Yani bugünkü gep ne desiniz hazır? Ciddi peyti Beijing aldırap buyruk düşürdü. Mavzunu haber 1. ayının 20. günü ben bir orbiti ilan kılındı. Haber hesapta mındak başlandı. Mesela alaylı Cumhur Kompartiyası'nın hazır aldıdaki en mühim mesele devletin işki kısmındaki qarz eliş, qarz biriş meselesi. Yani Cumhur bu devletin taşkı qarzı var mı yok mu? Hazırga için ben birer parça makalada ya ki birer parça haberde görüp bakmadı vatandaşım. Ama işki qarzdan aytqanda tüvenden tatıp Xitayning yazılardaki atarat patratlardan taki merkezdeki her qaysi qatlam her qaysi gruplargacha komitetlargacha pulli kerak pulli xarjlaydigan har qanday komitet hozir banka qarzdor. Buna palani qarzdor bo'libdi, Guangzhou palani qarzni qaytaribdi, Xinjiang deyilgan qaydi yo'q, hammasi qarzdor. Hazır Cumhuriyet'in aldırık en mühim mesele, mana şu mesele. Endi bu mesele bir iktisatının çekinişine bağlı kaldı. Pul muamele sahasında ispat tapkan bosu. İkincisi şu qarz meselesi bilen pul muamele sahası hazır. Tevridi. Sekreş çıktı, bügelli şavnağım deydi o. Hazır iktisatın, vakalarının terakkiyatı, vaziyetin keskinlik derecesi siyaset sahasına kırıp geldi. Yani bir yerde iktisatın taşkiri degende şundak sebep aslında mesela hazır iktisat pul muamele meselesi takılıp kalganda siz heyran kalıdığın bir vaziyetinin oturuğu çıkın. Nime vatandaş dikkat kılın ama tasviri cümlege. Merkezi İntizam Tekşiriş Komiteti, Merkezi Sakça Ministerliği, Merkezi Teptiş Komiteti, Merkezi Siyasi Kanun Komiteti, qarana, Siyasi Kanun Komiteti. Yani şunun okşaş organlar ve yani kurulgan yuqur derdek emeldarlar bu günü, bu 1. ayının 19. günü Beijing'de partiya mektebi yığın açtı. Partiya mektebideki yığınga 5 daimi heyet çağındı. Reis Xi Jinping başlayıp yığına geldi. Yığına gelip Reis Xi Jinping'in yana nemi degellikte koyup durun hamısı nemi dedi desiniz. Kişini hoşurlutup yaki muşu vahşilik bilen pul muamele baş kuruş organlarga ve baş kuruş adamlarga ve baş kuruş ceryanı rehberlik kılsa yaki közütüş nazaret aslı kılsandı. Neymiş oldu vatandaş? Bu muamele organlarda neymiş çıktı? İktisatını üzerine veyran kıldın. Üzerine veyran kıldın organ şu organ ya da işleydiği adam şu adam. Onun kontrollüğü de bir adamın kontrollüğü de buluşun natı ya ki bir grubunun kontrollüğü de buluşun nait gayet zor bir devletin pul muamelesi. Hatta çet elge çıkan ya ki çet elde pazarga çıkan şirketlerge münasebetlik hem çet el bilen bir vasıta bağlanan pul muamele meselesiga bir şahsı cevapkar bulanmaydı da. Sen de bunun çişini huzurlutup ya ki vahşilik bilen ya ki şuna kıyafetle muamele kılışın zaruriyeti var ama andi işkinci bu yani ne oldu desiniz bağı? İsapta hazır toxtam
to'xtamni yeni bilish yoki to'xtamga xiloflik qilish. Masalan, 2 yillik qarz olasan, 3 yillik qarz olasan, bankadan beradi. Birinchi yilda o'sim bundoq bo'ladi, sana berganda, ikkinchi yilda o'sim bundoq bo'ladi, sen pul omonat qo'ygan. Shunday gaplar bor. Shuningla to'xtam qo'l qo'ydi-ku. Vaqti kelganda pulni qaytarish kerak. Qaytarammagandan keyin bu nima deb ataladi? Bankaga vaqti kelganda pulni qaytaramadi, xiloflik qildi degan gap bo'ladi vatan. Yoki to'xtam qoidasini buzdi degan gap bo'ladi vatandosh. Bu vaqt yoki adliya keladi, jarimani deydi, yo adliya keladi, musodir deydi. Nemirdi bir nimani musodir qilib, bu pul munosabatlik barliq sohalarni parakanda qiladi. Shunga taxi bu bir boshlanish deydi. Çünkü Kompartiyasının işleri nəhayət məxfi buludu. Pul muamı sahasıda buluyotqan bu iş daxı bir başlanış. Başlanış boğandı zil. Zil tarisi. Mesela Xitaylar çaldığan Erxu degen, Erxu deydi, Uygur'un sazlarına oxşatmayın bu ne? Erxu degende zil tar, bom tar degen işkisi var. Hazır nəhayət nazik kaldı. Zil tar yetip geldi. Bom tar oğandı ki umumyüzlük. Partlaş umumyüzlük aşkarlaş başqacha kirgan bo'ladi deydi. Mana bugungi Beijingdan oldirab tushirgan buyrug'ining ma'nosi nima? Hozir butun mamlakatga tushilgan buyruqning ma'nosi asosiy qurilishni to'xtatish. Masalan, temir yo'l qurilishi, qisqa yo'lliq deyli, davlat darajalik emas. Temir yo'l qurilishi, andisanda imorat qurilishi, anandagi tosh yo'l selish, onundaki yana bir nimaga jamoat paravallığı deb bunu ishlash. Yoki turib bu tartib bu yoqqa issiqlik yetkazish, bu yoqqa sovuqlik yetkazish degandek shunday asosiy qurilish. Asosiy qurilish sohasi xarjlaydigan pulni to'xtat dedi. Ana bunun keyinda keldiği vaziyat nima vatandosh? Shu yerda bir kun emgak qilib 8 koy elib, oyada 10 kun emgak qilib 30 koy elib, shuni jon boqayotgan fuqarolar ishdan qoldi degan gap vatandosh. İşten kaldı degan gap. Endi hozir hukumatning buyrug'i, ma'vo yaqinda turgan tushgan. Endi 1-oyning 19-kuni partiya maktabida ochilgan yig'inda bu yig'in qatnashchilar o'lka darajalik, shundaqla o'lka muavin o'lka darajalik amaldorlar. Qaraganda butun o'lkaning odamlari qatnashgan bo'lishi mumkin. Buni Rais Xi Jinping 5 changvi, 5 doimiy hay'at elib kelibdi. Buning ichida davlatning vaziri Li Chang degan odam yo'q. Bunun o'zi bir qiziq tarafmi yoki aldirab qoldimi va yoki nima hararat, nima zodi? Bu odam asli Shveysariyada Davos yig'iniga qatnashgan. Shu yer ketgan orliq bu 15-18 kunlari. Bu yig'in 19-kuni ochilibdi. Yig'inni hozir Rais Xi Jinpingning eng yaqin odami Saychi boshquribdi. Riyasetçilik qilibdi, oxiri o'zi so'z so'zlabdi, anda Rais Xi Jinping so'z so'zlabdi. Asli qoida bo'yicha bu yig'inni mavzusi nima bay dedim-ku, soqchilar deb, bu yig'inning mavzusi nima ekan desangiz, mushu gapim kelib qolibdi bayin. Soqchilar aytibdi, bu yig'inning mavzusi nima deb savol qo'ygan vatandosh, pul muomala yig'ini. Pul muomala yig'ini. Pul muomala yig'ini, pul nimishqa qarama. Siyosiy qonun komiteti, Soqchi ministerligi, Taftish ministerligi, intizom tekshirish komiteti, mushlarning hammasi pul sohasiga. Buning ichida intizom tekshirishni xiyonatni tekshirib baqdaydi. Soqchi nima ish qildi bu yerda? Partiya maktabida pul muomala sistemasi muhokama qiladigan yig'inda Soqchi ministerligi va Shahong nima ish qildi? Yani birisi nima ish qildi? Qarab baqinglar. İqtisodga hozir nima ish qilsan? Diktatorni olib kelding. Sabab nima? Xiyonatchi desang ishki soqchini, ishki chapanchini evassanglar bo'ldi, bir mo'minni qo'shig'il to'qlab qo'yaplar. Bir mashinani birisi haydab berib keladi, o'z xiyonatchi deganini. Bu yig'inga bu partiya maktabida ochilgan markaziy komitetning yig'ini. Bu yig'inga esla qo'yilgan mavzu pul muomala masalasi. Çünkü pul obrot meselesi. Bu yig'inga soqchi kuchlarini nima ishga olib keldi? Sabab nima? Gap mana bu yerda. Boshda aytib ishlaringni g'o'chirlatib muomala qilsan. Diktator bilan muomala qilsan. Kimga?
pul muomala organlariga nima zaruriyat bo'lib diktatorlar muomala qilgan? Buni gapi vatandosh Lishavning nim dedi? Iqtisod sohasidan voqealar taraqqiy qilib, kirsiz taraqqiy qilib, siyosiy sohasiga kirdi. Endi buning oqibatidan keldigini bostirish, g'avjirlik bilan bostirish. Vaqtda nima bo'lib ketdi? Davlatdagining emas, partiyaning bo'lib ketdi vaqtda, rahbarlikning bo'lib ketdi vaqtda vatandosh. Demek siz bir yerdə yığın bilen, tertip bilen, demokrati bilen başqırıyotqan pul muamele organi diktatorunun obyektiga aylandı desiniz. Ne oldu bu devlet? Çinşavının dediği ahırı iqtisoddan siyasetden Cungo Kompartiyasi alak buluş qarab yüzlendi. Mana bir cümle vatandaş. Alak buluş qarab yüzlendi. Tahlilchilar bunda ko'rsatdi. Bu muhokama yig'inida 3 turli g'ayriahvol o'tirg'i chiqdi. Bugunlarda masalan Saychining o'rni ko'tarildi. Boshda aytdik-ku, bu Rais Xi Jinpingning eng yaqin odami. Bu yig'inga riyosatchilik qilish salohiyati yo'q. Bu yig'inga albatta qatnash salohiyati yo'q. Chunki iqtisod va pul muomalaga munosabatli yig'in davlat mahkamasining vaziri Li Changning va yoki Li Chang qatnashmasa, Li Changga muavin vazir bo'lgan doimiy vazirning şunun dairesi hizmet şu becerdi bu işte. Bunun nimişki merkezi komitetinden alap topulan olup gitti. Nimişki 5 nefer daimi heyet siyasi büronun alı topulan olup gitti vatandaş. Katlaşkan komitetler yani bir saniye öte, merkezi komitet, siyasi kanun komiteti. Merkezi komitet, intizam tekşiriş komiteti ve cemaat xavfsizlik ministerligi. Reis Xi Jinping bu yığınga qol selish ve qo'lga ilish erpazlik ko'rsatdi. Baş dedik-ku, chishani qo'chirlab dedik-ku. Bunda endi hozir Reis Xi Jinping qo'lga ilish alpozi ve katta qo'l silish alpozini ko'rsatdi. Biz bilmaymiz, bu Jungo'nun pul muomala organları da zaten neymiş var, sen diktatör yürüyecek, bunu bilmaymiz vatandaşım. Nimişki müşü günde pul ve iqtisatdan gap bo'layotganda sen bu iqtisat meselesi diktatorning aldı qo'yvog'ini sebep nima dem? Xiyonatchi odat gap dedi-ku, palani organ, palani shoji, palani sekretar. Bu xiyonatchi degani hammasi Xitoyning hammasi xiyonatchi vatandosh. Onun için saqadan bo'lmaydi-ku. Hammasi xiyonatchi. Sen nimişkan diktator qilib olding degan gapni qarab turing, qatnashdi riyosatchilik qildi bu yig'inga Saychi. Əməldarına, bunun qatnaşqan əməldarlarına tizimliğe qarab turing. Təşviqat Ministerligining ministeri Li Shuli. Merkezi komitet, siyasi qanun komitetinin sekretari Chen Wencheng. Bu Chen Wencheng degan o'tgan yili 3-oyda Reis Xi Jinping 3-oyning 20-kun Moskvani ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin bu shu Chen Wencheng o'zi yakka oldi Moskvaga berib yolg'iz deganimda. Endi hukumat avatidi-ku uni. Yolg'iz Moskvaga berib bir haftadan ortiq ziyorat qilib kelgan adam. Bargan vaqtimi e'lon qilinmadi matbuot xalqaroga, qaytgan vaqtimi e'lon qilindi Chen Wencheng. Bu vaqtida xabarda, qisqana bir xabarda aytilishicha, nima deyildi desiniz? Bu Jungo maxfiy ishlar idorasi Anshantangning amaldori deb tanishtirilgan. Hozir endi bu siyosiy qonun komitetining sekretari Chen Wencheng. Davlatlik taftish ministerligining ministeri Liu Jingo, Cemaat Xavfsizligi ministerligining ministeri Wang Xiaohong ve Merkezi Partiya maktabining mudiri Qin Shi qatorliq odamlar qatnashdi. Qanday yig'in bo'ldi bu vatandosh? Yig'inning mavzusi pul muomala meselesini muhokama qilish. Amaliyot buning hammasi diktator davlat mashinasini haydab bordi degan nima degan gap? Partiya maktabidagi pul muomala muhokamasiga sen davlat mashinasini haydab bording degan gap hozir. Ya'ni diktator bostirish mashinasini haydab bording degan gap. Mushlar qatnashdi. Lekin shu qatorda boshlaymiz, Li Chang yo'q edi. Iqlim masalalar obzorchisi Saychin bunda ko'rsatdi. Bu yig'in nuqtali qoldi pul muomala masalasini muhokama qildi. Bu yig'inga odatda davlatning vaziri yoki muavin vaziri qatnashib, shu riyosatchilik qilish kerak edi.
Saychi nimish qatnashdi. Diqqat qildigan bir taraf shuki deydi. Xi Jinping yig'inda so'zlaganda pul muomala organlarini boshqaruvchilar diktator bilan muomala qilishib alpozini ko'rsatishgan dedi. Tahlilchilar ko'rsatdi nima dedi? Oshkora tahdid, qo'l solaman, qo'lga olaman, qattiq qo'l boshqaraman. Yoki shuna qilaman. Nima qilasan? Hatta bu alpozda Rais Xi Jinpingning bu alpozdan chet el shirkatlariga qo'rqib ketdi. Chunki alpozdan chet el shirkatlari qo'rqib ketdi. Bunaqa vaqtda yana kishilar nimani umid qiladi masalan Jungodan? Ata o'zgarish bo'ladi, ata iqtisod taraqqiyot bo'ladi, ata iqtisodimiz yaxshilik cheklandi hozir bu ishlar. Iqtisod to'g'risida yomon gap qilish, masalan chatoq bo'ldi, o'tgan dedik-ku, qo'shig'im ochdi, qo'shig'im to'ydi deyishga ruxsat yo'q. Bugun endi bu umidmi yo'q, kelgusim yo'q, hamma narsa qorong'ulik ichiga tushdi. Jungoning iqtisodiy vaziyati hammasi qorong'ulik ichiga tushdi. Endilikda müşnaq diktator va kuch oldida o pul muomala organida ishlaydigan odamlarning qiladigan ishi nima ekan? Bir-birini qo'g'dash, o'zini qo'g'dash. Bir-birini qo'g'dashmi yo'q, o'zini qo'g'dash. O'zini dalda qilish. Char yo'q. Endi mushuning munosabatlik bugun endi to'r bettirdi kelgan vaziyatga aloqador xabarlar, qisqa bir jumla xabarlar anglab qo'yinglar. O yuqorqi bilan buni to'liqlaysizlar vatandosh. Nima deydi? Hurmat arbobi Xi Jinping chataq chiqdimi? Seyşen ya yeni maliye gazet jurnali bugun yana bir qatim o't ochdi. Nima ish qildi, maqola e'lon qildimi yoki nima, bu to'g'rida xabar yo'q. Anglayolmadim, aldirab hozir keldi vatandosh kechiring. Vaziyat Jungoda normalsiz. Bir reaksiya davriga kirib keldi. Qattiq elish davriga. Har qaysi taraflar, har qaysi guruhlar, har qaysi organlar, banka, imorat, qarz berish, qarz elish Muşlar öz ara halda Jungoda hazır normalsiz qattiq bir reaksiya davri kirib keldi. Rongyanning dunyoga nazari 1-oyning 20-kuni, 21-kuni yutib. Endi Qingshaoning dedi Qibayda, nima dedi Qingshaoning? Qarang, Qingshaoning paranglari. Beijingning iqtisod motorining o'ti o'chdi. Beijingning iqtisod motorining o'ti o'chdi. Xi Jinping yo'shurinaman deb yo'shurinib qololmaydi. O'zini daldiga olaman debmi daldiga ololmaydi. Bir maydon qiyin bir vaziyat o'ttirg'i chiqdi. Iqtisoddan boshlanib siyosat sohasiga kirib keldi. Jungo Kompartiyasi halokatga qarab yuzlandi. Biz sizlarga so'zladik 11-oyning 14-kuni o'tgan yil 18-kuniga San Fransisko Prezident Joe Biden Rais Xi Jinping suhbati muvaffaqiyatli dedi, maqtashdi, yo'l qo'ydi dedi. Rais Xi Jinping nimaga yo'l qo'ydi bilinmadi. Mana qo'ydi, Pentayni deganga yo'l qo'ydi. Undan keyin qanday yo'l qo'yishlar bo'ldi, buni siz biz bilmaymiz. Ishqilib bu yerda gap ikki davlat mushundaq bir paytda masalan raqobat davrida turganda ikki davlat hargiz bizning raqobatlashish kuchimiz va raqobatlashish jarayonimiz to'qinish jarayoniga kirib qolmasa kerak. Mushu masalani hal qilamiz deb hal qildik vatandosh. Shunaqmi? Undan keyin u ketdi 12-kuni Avam Palatasi Favqulodda Jungo komiteti, raqobat komiteti 150 betlik doklad e'lon qildi. So'zlab bo'ldik sizlarga. Mazmunni yetkazib bo'ldik sizlarga vatandosh. Shundaqmi? Bu 12-oyning 13-kuni. San Fransisko 11-oyning 14-kuni. Shunama vaziyat shunaqatimi? Endi siz Jungo Kompartiyasi Amerika bilan munosabatni yaxshilayman deb nutq so'zladingiz shu kuni. Nutqda saqlaqli uchib ketdim, bilmadim sizlarga yetkazmadim. Rais Xi Jinpingning yo'q nutqini do'st bo'layli, dunyoda birga yashayli. Tinch okeanma, g'arbi tinch okean shundoq kang makon. Sizlarmi sig'isizlar, bizmi sig'imiz, burun gaplarini takrorlab. Mushundoq so'zni so'zlagan odam endi ma vaziyatga diqqat qiling. Hozir bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining Roosevelt
belgilik hava matkisi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Reagan belgilik hava matkisi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Carvinson belgilik hava matkisi. 3 hava matka hozir G'arbiy Tinch okeanga qarab yo'lga chiqdi vatandosh. Nima ish bor? Demek Cumhur'un vədisi işini çeken, o siz bilen bizdeki iş. Bundan gepler işini siz bilen bizden işimiz. Çünkü sağda adamlar bez vatandaş. Biz tabiattaki adamlar, eçilgan adamlar emez. Uygur millete siyaset devri kırıp bakan millet emez. Siyasetini ceriyallaştırgan millet emez. Bu men İsa'lığa vaxta 44. yıldaki uruş, 33. yıldaki uruş, Yakup Bey devri uruş kıp kaldı. Onun deyin ki 70 yıl içinde Uygur bu sahağı siyaset sahası kırıp bakan emez. Beşikteki bu vaxtaki sağ dışında adli oylaydı. Oylaganda Uygur hemen ersini menfaat noktayı nazarıga ait hissiyat noktayı nazarda oylaydı. Çunkur düşünmeydi. Eğer düşündüğü iş varsa, hürmetlik vatandaşım, Kırgızistanlık İshak Bey atalmış 3 vilayet demokratik inqilabı ameliyatı bütün Uyguristan demokratik inqilabı. Nima uchun Xitoy mavzudan bu inqilobni 3 viloyatga bog'lab qo'ydi vatandosh? Nima uchun mushu ufqom o'ttirg'i chiqdi 3 viloyat milliy demokratik inqilobi? Nima uchun Uyguriston milliy demokratik inqilobi demidi mavzudan o'ylab baqdingizmi vatandosh? Vatandosh, agar Uyg'ur siyosat davriga kirgan bo'lsa, menda savol qo'ydi vatandosh. Sahbeg 800 kişilik bir brigada qo'shini qo'mondonlik qilib Qashqar rayonida bostirish olib bordi vatandoshim. 30-yillar 20-asrning bostirish olib bordi vatandoshim. Ishaq Begning qo'lidagi komandiri Mevlanov Qirg'iz Qashqar Yovoq darvozasida turmada 200 nefer Uygur'un siyasi mahbusunu öldürdü vatandaşım. Şunun içinde Mehmetli Tevfik Efendi öldürüldü, ölgenlik cesetini köydürüp taşladı vatandaşım. İshak Bey ne? Stalin yanıma sana general dese kalva Uygur, dört Uygur. Arkını aldığını oylamaydıgan det Uygur. Yani şunu generalda pişanesi götürüp gidiyor ya. Gulcu vilayeti devlet kurduğu yerde. Bu şurada koy vatandaş. Tamlağı söyle bir resim kılıp hatırlayıp yürüydü ya. Bugün Tacikistan 2500 Uygur'un ötküzmede alak yok, kayıp. Goşumu yok, sönükümü yok, börükümü yok, yörükümü yok, öpküsümü yok. Kırgızistan 4216 nefer Uygur'u tapşırıp verdi Xitayga. 4500 nefer Uygur adette, 5000 nefer Uygur, 87% Uygur Kırgızistan bilen Xitay oturursa kayıp oldu. Yok. Vatandaş, yana Türkiye demişine çıkarttı da kırındaşla uçuruşu. Gördünüz mü? Uygur, man muşundak millet vatandaş. Uçurgan meseleye sual koymaydı, aslını izlep bakmaydı, aldakayına karab bakmaydı, onun doğru hatalığını eniqlap bakmaydı. Çünkü ben başta ettim ki, Uygur da siyaset devri kirgen millet emez. Vatandaşım, bugün Cumhur'un saat doğru toxtaldık, etrafımızdaki işlavsiz toxtaldık. Ana, İtan Gutman, Adrian Zennes, iki oğul bala. Uygur'un qaysi kunde işkelligini paş qilgan, material toplagan, material bergen, xalqaro jamiyatga material yo'llab bergen iki oğul bala. Adrian Zennes, İtan Gutman, Amerikalıq. Uygur ne? Ben şundaq Uygur deb dunyoga ko'rsatib bergan iki nefer adam.